Assalamu alaykum, hörmətli radio dostlar. Bu qadimki roman ansı saytimizdə Sevgili Canişif xanım yazğan Köz yeşidan nəmdəlgən zimin namlıq tarixi əsliminin açarçılıq yıllar dəb tema qoyulğan babını oquşni davamlaşdırırız. Xanzola bilan birga o'qish yaxshimi yoki ayrim o'qig'inimiz yaxshimi degan temani muzokara qilishga uyushtirdi. Bu faqat benzinga o't yoqqandek bir ish bo'ldi. Bizning qarorga barliq o'quvchilar birdek ayrim o'qig'inimiz yaxshi degan fikrni qo'ydi. Hamda shu zamon mudiriyat ishxonasiga qartib ayrim o'qiymiz degan talbimizni bir tomga liq keladigan cho'ng xatlik gez qilib yozib, har bir o'quvchi o'z qo'li bilan imzo qo'yib, o'quvchilar yotoq zalining eshigidan kirgandagi udul tomga chaplab qo'ydik. Maktabdagi butun o'quvchilar bas-basda to'plashib turib o'qishga boshladi. Bu xabarni shu zamon maktab mudiriyat ishxonasiga yetib berib, maktab mudirlari va mudiriyat ishxonasidagi boshqa xodimlar kelib, yezni ko'rib shunda xafa bo'ldi. Bu ish maktab tashkilotining kutmagan yerdan chiqqanligi uchun, buning oldini olish uchun darhol partiya va ittifoq a'zolari yig'in chaqirdi. Yig'inda bu butunlay xato. Bu faqat yerlik millatchilarning ishi. Bu aksiyatchi harakat. Bu ishning boshlamchilarini tepish kerak degan asosda doklad qildi. Milliy partiya a'zolari va ittifoq a'zolari bizning bu fikrimiz o'rinliq. Ayrilib o'qish biz uchun foydali. Bu millatchilik ideyasi emas. Barliq o'quvchilarning fikri. Unda qalpoqning bizga keragi yo'q deb bir eg'izdan qarshi fikr berib turib oldi. Ularning zaldagi jaranglik ovozlari zal atrofida shiddat bo'lib yurgan o'quvchilarga ilhom bo'ldi. Bu yig'indan natija chiqarolmay amalsiz qolgan maktab tashkili bu ishni guruhlar bo'yicha muzokara qilib, Xanzo o'quvchilar ichida bir taraf qilishni o'ttirib qo'ydi. Chunki har bir guruhdagi 15 o'quvchining bir ikkisila milliy bo'lib, qolganlari Xanzo bo'lg'achqa bu ishning boshlamchilarini tepish oson bo'ladi degan o'yda mushunda o'rinlashtirdi. Lekin ishlar yana ularning o'ylagandek bo'lmadi. Biz guruh munozarasida hech qaysimiz fikr bermaymiz. Fikrimizni mudiriyat ishxonasiga berib, shu yerda munozaralashamiz deb kelishib oldik. Hamda birorsimizmi guruh munozarasida fikr bermay o'ltirib oldik. Ular bizga qarshi qattiq va yumshoq fikr berib, holi qolmasimi, qorimiz bo'lmay o'tiraverdik. Hatto yig'inni tashlab chiqib ketdik. Oxiri bu ishni guruhida hal qilamagan maktab tashkili bilan Xanzo o'quvchilar o'diqib qoldi. Amalsiz qolgan maktab tashkili puti ko'ygan to'qidek yugurishib ketdi. Atsi atiganlik tomoqdan keyin kiyinib tarinib, o'qishni tashlab, mudiriyat ishxonasidagi yumloq zalga kirib, hammamiz rat-rat bo'lib o'tirdik. Shuningdan keyin maktab mudiri, partkom sekretari va boshqa kadrlarni chaqirtib, ularga Xanzo o'quvchilardan ayrilib o'qishni talab qildik. Ayrilib o'qishning foydasini, qo'shilib o'qishning ziyonlarini amaliy faktlar bilan o'tirib qo'ydik. Maktab mudiri bizning bu fikrimizning o'rinsizligini, ayrilib o'qishning xatoligini, bu faqat yerlik millatchilar tomonidan uyushtirilgan asl inqilobiy to'plam ekanligini va qaynqib ketgan o'quvchilarning o'z maydoniga qaytish kerakligini tushuntirib so'zlab o'tdi. Shuningdek, Nusrat boshliq bir qancha qozoq o'quvchilar mudirning so'zini qo'llab, bizga qarshi fikr bergan bo'ldi. Lekin ular ayrilib o'qishning ziyonli ekanligini isbotlaydigan bir fakt ko'rsatilmadi. Fakt ko'rsatib qayli qilish o'rniga tillash, haqoratlash qo'llanib, zo'rlab qalpoq kiygizishga o'rnatdi. O'qish tashlash bir qancha kungacha davomlashdi. Munozir davomida maktab rahbarlari amalsiz holga tushib qolib, bu munozirga jamoat xavfsizlik nazoratidan Anvar Jagolin, Ma'rif nazoratidan Anvar Xonbaba va Abdul Rayliq partikomdan bir Uyg'ur kishini boshlab keldi.
Ularning kelishimi o'quvchilarni cho'chtalmadi. Munozara texmo keskinlashdi. Texmo qizib ketdi. Ularning qo'rqitishlari va qalpoq kiygizishlari hech kimning irodasini bo'shatolmadi. Xanzu o'quvchilar bo'lsa, o'qish boshlayli, vaqtimizga xiyonat qilmanglar, millatchilarga qarshi turayli degan asosda cho'ng xatli gazetlarni yozib, tomlarga chaplab to'ldirib. Boshqa qarorning o'quvchilari o'qishni davomlashtiryotdi. Faqat bizning yilliqdala o'qishdik dedi. Chunki bizning qarorlar Xanzu o'quvchilar bilan qo'shilib o'qiydi. Bizning burungi qarorlarda bu harakat yurgizilmay, bizning qarordan boshlab davomlashtirmoqchi bo'lgan yangi usul edi. Qarshi tarafning hujum fikri qandoq bo'lsa, uning qarshi mudofaa chorasini ko'rish uchun o'zaro qog'ozlar avatishib, fikrlashib, so'zni birlashtirdik. Har kuni kechalari yoshurun holda yig'in echib, aytsi bo'lgan munozir uchun muzokaralashib, tezis tuzib olatdik. Bir kuni kechda o'quvchilar 3 guruhga bo'lindi. Bir qismi biologiya kursiga kirib, muzokara qilamiz deb Xanzu o'qituvchini chaqirib kirib, o'qituvchi bir oz tushuntirgandan keyin biz o'zimiz dars muzokara qilamiz deb so'z orasiga Xanzu tilida dars tizimlarini qo'shib so'zlab yig'in o'tkazdi. Bir guruh anatomiya kursida 4 qizni postga qo'yib yig'in ochdik. Saodat tashqi qishda Hörnese birinchi qavat palampay yanida, Olxipa palampaydan chiqish o'rnida Shamshi Jamol sinf eshik oldida post turdi. Biz sinfda yig'in ochdik. Yig'inda munozara davomida qanday fikr berish, so'z mazmunini nimaga markazlashtirish degan masala ustida hamda qo'rqib bo'shib ketmasdan qizg'inlikni davomli oshirish ustida so'zlashdik. Biz dal yig'in ejayotganda Karima Jaldiboy degan qozoq qiz bilan Nurnisa Yusuf degan cho'chaklik Uyg'ur qizi kelayotganligidan xabar keldi. Biz darhol kitoblarimizni echib, o'qiyotganni qiyofatga kirib olib o'tirib oldik. Uzun o'tmasdan post turgan qizlardan ular mudiriyat ishxonasi tarafga qarab yugurishib ketdi. Siz bo'linglar degan xabar keldi. Biz yig'inni aldirabla oyoqlashtirishga majbur bo'ldik. Men, Malika, Ahmad To'xti, Xalimlar yig'in maydonidan chiqib, ichki kasalliklar bo'limining zalidan orlab o'tib, doktorxonaning kichik oshxonasida paranglashayli deb manganda, zalning darisidan taladan yugurishib kirib kelayotgan bir qancha kishilarga ko'zimiz tushdi. Ular palto, tashlarini pulangitib kelayotgan Anvar Jakolin, Anvar Xon Baba bilan Abdunum rayliq partikumdan kelgan yeliq kishi G'ofur Rahim, Dinshuji, Tang Yanjang, Nusrat va yeliqi ikki qiz edi. Ular shundoq aldirash birining keyindan biri xuddi bir yerga kech qolgandek yugurishib kelayotdi. Biz ularning holiga qarab kulishib, biz chaqqon chiqib ketdik. Agar ustimiz kirib qolsa yomon bo'ladi, deb o'z ishimizdan rozi bo'lib ketib qoldik. Keyin anglasak, ular aldirab sinfga kirsa, 7-8 o'quvchining kitob ko'rib o'tirganligini ko'rib, o'diqib, yig'in echib o'tirgan boshqalar qani? deb vaqirgan ekan, o'quvchilar xotirjam holda. Biz boyatdan beri kitob o'qib o'tirdik. Nədiki yig'ini so'rayapsiz? Bu yerga hech kimning kirib chiqqini ko'rmadik, deb javob beribdi. Ular yilqi ikki qizga qarab qo'yib, yana o'quvchilarga maxfiy yig'in echishinglarga qat'iy bo'lmaydi, deb qattiq cheklab qo'yib chiqib ketibdi. Ular bizning o'qish tashlash harakatimizning boshlanmasi biror tashkilotning a'zosi yoki biror tashkilotning ta'siridan bo'lishi mumkin deb gumonlanib, qancha tekshirib, o'quvchilarni fosh qilishga qistisimi, o'quvchilar o'z fikrining o'rliq ekanligini va bu hech qanday asl inqilobiy harakat emasligini aytib, o'z so'zlarida ching turganlikdan hech narsa topolmadi. O'quvchilar bo'lsa munozirni to'xtatmadi. Bu to'lqinni bostirish uchun maktab qishliq kanikulni yillardagidan baldir boshladi. Bu munosabat bilan menmo uyga qaytdim. Uyga qaytib, uyda bo'lgan ko'p o'zgarishlarni ko'rdim. Kommunalishish boshlanib, butun xalq
majburiy kommunaga kirib, cho'ng qozonga qarab qolgan ekan. Kommunada shaxsiy mulk bo'lmasligi kerak deb, xalq qo'ldagi ot, kala, qo'y, o'shka, to'g'u, o'rdak, g'azlarga o'xshash terik mollarni kommunaga qo'ysan deb elib ketib, xalq qo'lda hech narsa qolmabdi. Hamma odam cho'ng qozondan tomoq yeydi deb, ishlar ishlatayotgan butun qozon qumuch, qochquchilarni elib chiqib ketib, odamlarga tomoq yeyish uchun kishi beshga birdan china, taxsa, qo'shiqdan boshqa hech narsa qoldirmabdi. Yasli qurib, har uydagi kichik bolalarni yasliga majburiy yig'ilib, yasli uchun kishilarning qo'ldagi bolalar karvetini, yotqan, ko'rpa, yostiq va uydagi yangi gilamlarni elib ketibdi. Süt parshuvi zavodi quramiz deb, bizda süt tortadigan, ya'ni qaymoq ajratadigan mashinani, chilak va daslarni, shuningdek ishxona uchun lozim deb opam qo'llanadigan kiyim tikish mashinasini va ustalni elib chiqib ketib, men borsam, uyimiz qop-quruq bir yotoqqa o'xshab qopti. Atigan Xitoylarning o'rda pishirgan o'rnini, kechda suyuq umashni normaliq o'lcham bilan beradi. Hech kim bu tamoqqa to'ymaydi. Ustal ustida opam bilan dadamning vallahi qarab, ular to'ymay qoldi deb, o'zlari yemay, vallahi bo'lib beradigan vaqtlari ko'p edi. Men dadamdan, nima uchun xalq turmushi bundoq nacharlashib ketdi deb so'rdim. Dadam mushu Gongshining buxgalterlik ishini ishlaydi. Butun Gongshining hisoboti dadamning qo'ldan o'tadi. Dadam kulib turib, "Su boshdan lay, ko'rib turibsan. Butun yerda mush ahvol. Davlatga oshliq topshirish planini o'rnatmay, sondagi zapas oshliq va xalqni ta'minlash uchun elib qolgan oshliqlargacha o'tkazdik. Uningdan sirt biz charroyni bo'g'ash, nurg'un ot, kala, qo'y, o'shga o'xshash mollarni o'tkazdik. Shuning bilan xalq qo'ldagi charo mollarni qolmadi. Zapas oshliqmi yo'q. Bu yil xalq uchun oz oshliq elib qilinganlikdan xalqni ta'minlashda qiyinchilik bo'ldi. Aytiyozda qanday qilarmizkin? Xalq ichida ochliqdan o'lish ishlari bo'lmasa bo'ladi. Hozir yaslidagi bolalar uchun süt unlarni yetkazolmay, bolalarda qiyinchilik bo'lyotdi. Har ish qiyinga ketib bordi. Alloh o'z yordam qilsin, deb ehtiyot bilan atrofga qarab qo'yib, yana so'zni davomlashtirdi. Kommuna deganimi xalqning qinni sho'raydigan bir nima bo'lib chiqdi. Bilamsan, Xitoy hukumati bak ushuqlik bilan xalq og'ziga ochliqni Xitoy o'lkalariga to'shib ketdi. Jafo tortib, ochliq o'stirganlar ochliqdan o'lyotdi. Odamning ichi qaynaydi. Dadam ichiga patmagan dardini menga so'zladi. Odatda dadam kamsiz, eg'ir besiq, kishining ko'nglini oyaydigan zirak, bilimli kishi edi. Dadam rus o'tira maktabini bitirgan bo'lib, arabcha o'qigan bo'g'ash, arabchani to'liq biladi. Xanzul tiliga texim usta edi. Buxgalterlik o'qigan bilimli, qobiliyatli odam edi. U Sharqiy Turkistondagi danglik buxgalterlarni yetishtirib, tarbiyalab chiqqan ustoz edi. Men nurg'un narsalarni uningdan o'rgangan edim. Dadam ikkimiz qizg'in paranglashib o'tirdik. Apam bolalarni o'qitib qo'yib, ishini yepib, asla menib bizning yanimizga keldi. "Ishkinglar, nima parang tushib ketdinglar?" deb so'radi u. "Kommunani maqtayotimiz", dedim men kulib turib. "Nima? Uningmi maqtovda yeri bormikan? Qurib ketsin u kommuna. Hamma narsamizni elib chiqib, yalang'och gadoy qilib qo'ydi. Sotsialistik o'zgartish deb quruq joylarimizdan ayrildik. Uni deb, buni deb, bu Xitoylarning bu hunari bulangchilikdan boshqa narsa bo'lmadi", dedi. Dadam opamni bezlab, "Qanday qilamiz? Bu yolg'iz sen bilan bizning beshimizga ish emas. El beshidagi ish. El bilan ko'rgan ulug' to'y degandek, nima qiyinchilik bo'lsa el bilan birga yengimiz. Qayg'urma, sabr qilishimiz kerak", dedi. Opam dadamning so'ziga qoyil bo'lgandek, "Rost aytsan, Alloh elga omonlik, jonga omonlik bersin.
qolgan narsa yana tepila, dedi. Apam dunyodagi boshqa har qanday onlarga o'xshash mehribon, xushxuy, ochiq ko'ngil, ishchan, g'ayratlik, qiziqchi ona edi. Apam shuncha bolalarni shu qiyinchilikda tarbiyalab o'stirib, yana kommunada ish tikib, dadamga yordamlashib, oila eg'irligini tang ko'tardi. Shu yili atiyozga kelganda xalq turmushi qattiq eg'irlashib, chaqqoq o'tlarni yeb, nurg'un odamlar oshqozon og'rig'i bilan og'rib, ochliqdan o'lganlarmi bo'ldi. Yilqi yasli qilib, xalqning kichik bolalarini yig'ib, majburiy oshqon yaslidagi kichik bolalarning hammasi o'lib, faqat yaslida bola boqqan Mo'g'ut ustining ayoli bilan maktab mudirining ayoli Zog'dayning ikki bolasi saq qoldi. Bu bolalar ichida mening singlim o'lib ketdi. Bu bizga bak eg'ir keldi. Lekin shu saq qolgan ikki bolamim birer yildan keyin xalq ichida tarqalgan ko'k yo'tal kesili bilan og'rib, palash bo'lib qoldi. Oxiri shu azobni tortib, ularmi o'lib ketdi. Bu atalmish azotliq yillar kishilarning ko'nglida mangu unutilmas yillar bo'lib qoldi. Qimmatli radio do'stlar, bu tarixiy aslining davomini keyingi qatimliq roman angliz saytimizda huzurlarga sunamiz. Diqqatli bo'lganingizga ko'p rahmat. Xayr xo'sh.